Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar foydalansa bo'ladigan kamalak metodidan foydalanamiz. Bizga kerak bo'ladi oddiy suv, qo'l yuvish uchun gel, влажный salfetka, bakalashka va ranglar kerak bo'ladi. Hozir ushbu tajribamizni amaliyotda sinab ko'ramiz. Birinchi bo'lib oddiy bakalashkani yarmidan kesib olamiz va unga влажный salfetkamizni o'rab chiqamiz. Rezinka bilan qistirib olamiz. Ana endi ranglarda quyib chiqamiz. Bu ranglar maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilar uchun xavfsiz bo'lgan, pishirish uchun ishlatiladigan ranglar hisoblanadi. Ranglarni влажный salfetkani ustiga kamalak ketma-ketligida quyib chiqamiz. Ranglarni ketma-ketlikda влажный salfetkamizni ustiga quydik. Mana endi idishimizga ozgina suv va gel quyib aralashtiramiz. Mana bu tayyor ranglarimizni gelli suvimizga botiramiz. Biroz botirib turamiz. Mana endi buni ushlab ranglar chiqaramiz. Kamalak ranglarimiz hosil bo'ldi. Bu orqali bolalarda bahor faslida kamalakni har doim ham chiqishini kuzatish mumkin emas. Bu tajriba orqali bolalar bemalol kamalakni qanday hosil qilishini sun'iy tarzda kuzatsa bo'ladi.